Assalomu alaykum. Jeta yo'ldoshning mashina sotganmiz. Uстановка jarayoni va tekshirish shunga o'xshash yo'nalishlari bilan tanishtirib o'tamiz. Reduktorimizni oldik. Mashina chiroyli bo'lib, mahkam bo'lib joylashtirilgan. Даже odamlarga yo'lshab qimillatib olsangiz, bir kim qimillab turmaydi. Chotga o'rnashgan. Injektorimiz 2 ohmli kvota, eng full komplekti. Originali. Mapdan tekshirsangiz bo'ladi. Faqat benzin rasxod ozgina ko'proq bo'ladi. Или uni qisqartirib qo'ysangiz o'sib qolishi mumkin. 95 ga 5 qilish uchun yaqinroq borib tekshish kerak. Ichkaridan tekshirgan porshunga yaqin. Va simlari ham chiroyli bo'lib kelgan. Через zamok impuls bu yoqda. Главный injektorni nimalarni bu yoqda olamiz. TMVD, KPP mana shu o'zidan. Buni ham suratini ko'p qo'yamiz. Mabodo xohlovchilar, tushunmaganlar, bu yerda ulashishni bilmaydiganlar uchun oson qilib fotka qo'yib qo'yamiz. Kuzatinglar. Bu yerda olsangiz ham bo'ladi. Bu yerda neudobno как-то, nima desa bo'ladi. Ulashish o'zi ham og'irroq, qiyin, mana bu narsalarni olib turib. Shuning uchun miyaningizdan yaqinroq olsangiz, ulash ham oson. Любой время xatolik bo'lsa, o'zgartirib qo'yish ham oson. Bu kanalimiz albatta yana bir marta eslatib o'tamiz. O'rganish uchun. Tushunmagan odamlar shundan ko'rib ishlarni qilsalar bizga foyda. Shuning uchun ham bu kanalda like umuman so'ralmaydi. Lamborghiniga o'xshab ketadi. Lekin baribir Xitoy. Bir narsani eslatib o'tamiz. Hech qanaqa xuyling, shunga o'xshash mashinalar originalning o'rniga umuman o'tmaydi. Buni biz настройка jarayonidan bilib o'tamiz-da. Ular masalan uстановка qilganimizdan keyin yurgizish normalni qiynab qo'yadi. 200 soat, где-то 2 soatcha yo'lda yurishga to'g'ri keladi. Har mashina har xil. Bitta tayyor настройка bunga tushmaydi. Original, masalan Hyundai, Toyota shunga o'xshash mashinalarga kelganda bitta настройка tashlanadi. Mapda gaz bosib tekshirib ko'riladi, ketadi, o'sha bilan ketdi. Ideal yuradi, muammosiz yuradi. Bunda baribir chiqib turadi. Nimaga bu Xitoy? Eski Mercedes kelsa ham bitta uстановка, bitta qilinadi. 8 silindr bo'ladi, 12 silindr bo'ladimi gaz qo'yganmiz. Bitta qo'yasiz, ketdi. Filtrga ili shunga o'xshash mayda-chuyda narsalarga 3-4 oydan bitta kelib ketishi mumkin. Atak zo'r yuradi. Mana bu original. Shuning uchun bu mashinalarni vaqtinchalik komfortiga qiziqmasangiz bo'ladi.